Demek aktyor bu. Gaplarning so'ngida nima demoqchiman doktorlar? Jadidlarimizni bir gapi bor. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo hayot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Men Yoshlik bahori ijodkor yoshlar forumiga qo'shildim. Yoshlik bahori bu ijod, ilhom va yangi imkoniyatlardir. Yoshlik bahori yosh ijodkorlar uchun katta sahna. Men o'z ijodim bilan Yoshlik bahoriga ishtirok etdim. Keling, birgalikda san'at va madaniyatni rivojlantiraylik. Keling, siz ham Yoshlik bahori challenge'ida ishtirok eting. O'z ijodingizni namoyon qiling va Yoshlik bahori challenge'ida ishtirok eting. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani 50 inson madaniyat markazi bu challenge'da ishtirok etdi. Siz ham Yoshlik bahori forumi challenge'ida faol ishtirok eting.